yigit qizlar o'z ota-onasining izmida bo'lsinlar. Shularni e'tiqodi, shularni nasihati bo'yicha ish tutsalar, otajon, onajon, siz nima desangiz desalar, hech qaysi bir ota-ona yomonlikka boshlamaydi. Nima deydi ota-ona? Bolam o'zimizni domlalarimiz, shu o'zimizni qorakalarimiz, mana zamin ulamolari, shularni gapi gap degan gapni har qanday ota-ona aytadi. Biror bir ota-ona aytmaydiki, bolam quloq solmagin bularga, o'zingni bilganingni qilavergin degan gapni gapirmaydi. Bugungi kundagi yoshlarimizni asosiy xatosi ota-onasining ra'yi qolib ketyapti. Ota-onasining ko'ngil istagi qolib ketyapti. Boshqalarni gapini gap deb ota-ona norozi bo'lsa-da, ota-onani xafa qilib inson qanday jannatni topishi mumkin? Axir biz uchun jannat onamizni poyida emasmi? Otamizni peshonasi biz uchun Ka'batulloh emasmi? Shularga qarasak, Ka'baga qaraganda topadigan ajrni topmaymizmi? Men bugun shunga da'vat etaman. Yigit qizlarimizni, vatanimiz o'g'lonlarini, farzandlarini o'z ota-onalarini sevishga, qadrlashga, shularning izmida, shularning rioyasida bo'lishga da'vat etaman. Zero biz uchun sharaf shunda, azizlar.